Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Redgar Minecraft. Bugungi videoda kuchli shaderlarda yaxshi FPS olishni o'rganamiz va odatiy shaderlarsiz o'ynashda ham normal FPS olib mazza qilib Minecraft o'ynashni o'rgataman do'stlar. To'g'ri, telefonim juda kuchsiz bo'lgani uchun shunga meni qotyapti. Hozirda ham shundan bilishinglar mumkin. Videoda FPSim past bo'lsa, video otganimda 2 barobar FPS tushadi va men telefonim kuchsiz. Telefoninglarni operativ xotirasi 8 GB dan ko'p bo'lsa yoki 8 GB bo'lsa, bundan ancha zo'r 50-60 FPS beradi do'stlar. Tak shu videoni ko'ringlar do'stlar. Sizlar bilan Redgar Minecraft qanunda boshladik. Uning uchun bizga Zalith Launcher ilovasi kerak bo'ladi va mana menda Zalith Launcher bor. Undan keyin Google ga kiramiz. Zalith Launcherni yuklashni o'rgataman do'stlar. Zalith Launcher deb yozamiz. Birinchi GitHubdan chiqqanini kiramiz do'stlar. Endi shu releases degan yozuvga bosamiz do'stlar. Va mana ko'rib turganingizdek har xillari chiqadi. Va biz Zalith Launcher APKning tagidagi mashina yuklab olamiz do'stlar. Men uje yuklab bo'lganman do'stlar. Men kerak emas, uje chunki yuklab bo'lganman. Va endi Zalith Launcherga kiramiz. Mashina bosib install new versionni bosamiz do'stlar. Undan keyin o'zingizga kerak versiyani tanlaysizlar. Masalan, sizlarga yaxshiroq optimizatsiya shaderlarda ham zo'rroq FPS berish uchun 1.21.1. Tak, mana shu 0.17.13 fabrik tanlaymiz. Hozir do'stlar zagruzka bo'lyapti. Buni ham mashinasini tanlaymiz. Videoda ko'rib bilib olasizlar to'xtatib. Bunga nom qo'ysalar bo'ladi. Men masalan YouTube'ga deb qo'yaman. Chunki uje bunaqa narsa tayyorlab bo'lganman. Menga kerak emas. Shuning uchun YouTube'ga deb versiya yozib qo'yaman. Sizlar shu videoda ko'rsatilgan ishlarni qilasizlar-da, o'zingizlar Zalith Launcherda yaxshiroq FPS o'ynashinglar mumkin. Shaderlar bilan ham do'stlar. Ko'rib turganinglardek yuklayapti. Sizlarda sekinroq yuklash ham mumkin. Men internetim hozir vobshe yaxshilayapti. Shuning uchun shu vaqtda videoga olmadim. Biyodarlikda biroz kutasizlar do'stlar. Mana endi taqqan YouTube'ga, mana YouTube'ning ustiga bosamiz. Keyin o'ng tarafda mana настройка bor, bosamiz uni. Endi version settingsga bosib turib, eng tagidagini 21 runtime qo'yamiz. Bu Vulkan Driver default turaveradi. Rendererga bo'lsa Mobilglues yaxshi mening fikrimcha. Keyin qo'yamiz. Endi tepadagi mana bu yuklash bosamiz, настройкаning chap tarafidagi. O'zimiz kerak modlarni yozamiz. Sodium. Mana endi Sodium modini ham yuklaymiz. Yuklandi. Sizlarga qanaqadir qorong'i joylarda yorug'roq bo'lishi uchun mana shu yerda Sodium Full Bright bo'ladi. Modernitga o'tkazish kerak uni. Buni ham yuklaymiz. Ana endi bizga Iris degan mod kerak bo'ladi. Bu mod shaderlarni ishlatish uchun do'stlar. Sodium bo'lsa optimizatsiya, FPS yaxshilab beradi. Endi bo'lsa Lithium modi. Bu ham FPS'larni normalni oshirib beradi do'stlar. Yuklaymiz. Endi bo'lsa tak bilan o'chirib tashlaymiz. Shu yerda Entity Cooling chiqadi do'stlar. Buni ham yuklab olamiz. Ferrita Core
telefonni ortiqcha qizib yubormasdan ko'p RAM yemasligi uchun telefonda. Yana qaysi modda yuklasa bo'ladi do'stlar? Menimcha bo'ldi. Dinamik va FPS qolib ketibdi do'stlar. Bu ko'p vaqt o'ynalganda ham FPS ila tushmasligini ta'minlab beradi. Yuklaymiz. Mana shu yerda ko'rsatilgan ikkita modni ham yuklashimiz kerak bo'ladi. Mana mod menu. Mod menu и mod menudagi text. Короче, shu modni ham yuklaymiz do'stlar. Nomini normalni o'qiy olmadim. Tak, endi bizda normalni modlar bor do'stlar. Endi xohlasanglar resurs pakka kirib, o'zingizlar xohlagan resurs paklarni yuklashinglar mumkin bo'ladi do'stlar. Modning tixda yaxshi resurs paklar bor. Ko'p resurs paklar. Endi shaderlarga kelamiz. Bu yerda masalan Bezel shader. Juda ham past emas, lekin sal pastroq versiyani yuklasanglar, normalniy FPS beradi do'stlar. Bu yerda normalniy zo'r FPS beradigan shaderlardan miniatyura shader bor. Mellow shader ham yaxshi FPS beradi do'stlar. Shu shaderda, shu uchala shaderda test qilib ko'rsaman sizlarga. O'zingizlarga kerak bo'lsa, agar telefoningiz kuchliroq bo'lsa, shu yerdagi kuchliroq shaderlarni ham yuklasanglar bo'ladi. Juda ham kuchli telefonlar uchun men shaderni maslahat beraman. RAM уже 12-16 GB telefonlar uchun shularni maslahat beraman do'stlar. Tak, hammasi tayyor. Endi savayni bosamiz. Undan keyin men bitta akkaunt ochib olgan bo'lishinglar kerak. Offline akkauntni bosib turib, liboy bitta nick yozasizlar-da, keyin loginni bosasizlar, keyin launch game bossa ham bo'ladi do'stlar. Yana men Mobile Glues render qo'ydim. U render sizlarda bo'lmaydi oldindan. Men u renderni ham yuklab olganman. Sal eskiroq videolarimda bittasida ko'rsatganman. Minecraft Java telefonda o'ynash, o'shanda Mobile Glues render bor. O'sha videoda bo'lishi kerak adashmasam. Agar u videoda bo'lmasa, kommentariyaga yozinglar. O'zim shuni ham video qilib chiqaraman do'stlar. Birinchi marta kirayotganda sekin kiradi do'stlar. Hozir men bu yerni kesib tashlayman do'stlar. Mana do'stlar, Minecraftga ham pashti kirib oldi. Endi Optionsga kiramiz. Bu qancha uzun ko'rishinglar hali ko'rsaman. Endi biz video settingsga kiramiz. Buni disable qilamiz-da. Buni 5 qilsa ham normalniy. Buni eng yorug'iga qo'yib qo'yamiz. Shunda yaxshi bo'ladi. Hozir mana sal kichraytiraydi. Bitgan narsani o'chirib qo'yamiz. Bu yurayotganingizda qo'lingizlarni qimirlashi kerak bo'lsa qo'yinglar, kerak emas bo'lsa o'chirib qo'yinglar. Keyin quality'ga bosamiz. Clouds off qilamiz. Visor fast, levels ham fast. Endi mana particles minimal qilamiz. Entity shadows bilan vignetni o'chiramiz. Mana 100% turgan narsani 50% qo'yamiz do'stlar. Hammasi normalniymi? Da, normalniy do'stlar. Mana 3x qo'ydik do'stlar. Yo'q, bu emas do'stlar. Adashib ketdim. Mouse settings. Bu ekran qimirlatganingizda qancha ko'p qimirlashi. Men buni o'zimga moslab har doim 180 da o'ynayman ko'pincha. Yo 180 yo 200. Menga bitta narsani o'chirib qo'yishim kerak do'stlar. Uran olganda ekran liqlab ketadi-ku, shu narsa menga kerak emas, shuni men o'chirib qo'yaman do'stlar. Endi yangi mer yaratamiz. To'xtaylik, oldin men modlar nastroykasini ko'rish kerak. Tak, hammasi normalniy menimcha. Da, normalniy. Endi shader nastroykasini ham hozir qolamizmi yo mayli, merga kirgandan keyin qilsa ham bo'ladi do'stlar. Single player, multiplayer rejimida o'ynasanglar ham bo'ladi. Liboy bitta Java Edition serverlariga kiradi do'stlar.
Tak, world yaratishga tayyorlanyapti. Bizga creative world ham bo'ladi. Tak, endi create new world bosamiz. Yerimiz sazzat bo'lyapti do'stlar. Hozir sekin ko'rinishi mumkin. Keyin sazzat bo'lishi tezlashib ketadi do'stlar. O'chirib qo'yaylik, hozir shart emas. O'z telefon narsasi, sizlar ahamiyat bermasangiz ham bo'ladi. Endi kutamiz. 2% sazzat bo'ldi. Hozir tezlashadi do'stlar. 2% bo'ladi. Keyin adashmasam 18 bo'lishi kerak. Keyin 51, keyin 100 bo'lib kiradi adashmasam. Mana 18% bo'lib ko'rib turganingizdek. Video otganimga FPS hozir past do'stlar, o'zi bu normalniy bo'ladi. Video otganda biroz tushib ketishi mumkin FPS. Yerimiz sazzat bo'lyapti do'stlar. Mana 100% bo'ldi. Endi hozir kiradi merimizga do'stlar. Loading terrain. Mana merimizga kirdi do'stlar. Hozir mana aytganim-ku. Orqani xiralashtirish o'chirib qo'yaman. Mana ko'rasizlarmi, sezasizlarmi? Ekran uzoqroq ko'radigan bo'lyapti. Men uchun 90 normalniy do'stlar. Resurs paketiga kirib donay qilib olish kerak bitta. Shunday FPS ancha yaxshiroq beradi. Mana yuklab bo'ldi. Hozir qotyapti do'stlar. Birinchi kirganda qotadi. Ham video ham olman deyman do'stlar. Mana do'stlar, endi FPS biroz normalniroq bo'lyapti. Va mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, mashina qancha xira qilsanglar o'yin ham xiralashadi, lekin FPS oshadi. 70 ham normalniy menimcha do'stlar. Video otganimga вообще qotyapti do'stlar. Endi chunki 2 qilib qo'yamiz. Buni o'chirsak ham bo'ladi. Hammasi normalniy. Ani 70 FPS ham bo'ldi do'stlar. O'zi shu 70 emas, hozir 120 bo'lishi kerak edi. Men video otganimga qotyapti do'stlar, to'g'ri tushunasizlar. 2 barobar, 3 barobar tushib ketgan FPS. Mana miniatyura shaderga qo'yamiz. Endi bu shaderni настройка qilamiz do'stlar. Adashmasam mana shunaqasi normalniy. Mana ko'rib turganingizdek, shader yaxshi do'stlar.
shaylar ham bor. Bu eng kuchli shaderlardan bittasi hisoblanadi. Lekin grafika normalniy do'stlar. Suvda reflection ham ko'rinadi do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek ko'rinyapti. Suvda narsalar aksi ham ko'rinadi. Suvda har xil to'lqinlar shunaqa narsalar ham qilsanglar bo'ladi. Shader pack settingiz. Waterga kirib mana shu yerdan qolsanglar bo'ladi o'zingizlarga moslab. Endi mellow shader yoqamiz do'stlar. Mellow shaderda to'g'ri soy yo'q, lekin bunda ham suvda reflection bor do'stlar. Hozir sal normalniroq настройка ham qilinmagan. O'zingizlar o'ynasanglar yaxshi mellow shader ham yaxshi FPS beradi do'stlar. Shu video maganida 3 barobar FPS hisoblasam 90 FPS ham o'ynayman de, seriyozna gap do'stlar. Hammaning telefonim kuchsiz do'stlar, shuni hisobga olib aytyapman hammasini. Menda telefonim RAM 6 GB, asosiy xotirasi 128 GB do'stlar. RAM iloji 8 bo'lsa, normalniy bemalol mazza qilib o'ynasanglar bo'ladigan FPS beradi. Basic shaderga qo'yilishi sal sekinroq do'stlar. Ko'rganinglardek FPS вообще past do'stlar. Lowga qilib qo'ysak, FPS sal oshadi do'stlar. Hozir do'stlar shaderga qo'yilyapti. Mana grafikani sal pasaytiraylik. Do'stlar. Ko'rib turganinglardek FPS past. Agar video olmaganda 40, 30lar, 50lar ham ishlaydi ba'zan. Grafika lekin вообще zo'r besildi do'stlar. Mana akslari ham, shu narsalarni liqillashi ham вообще zo'r do'stlar. Endi bo'lsa shaderni o'chiramiz. Endi sal normalniroq ishlayotgan bo'lishi kerak telefonim. Video olayotganimda 100 FPS ko'riladi do'stlar. Video olmasa 200, ba'zan kamdan-kam hollarda 300 ga ham chiqib ketadi do'stlar. Shu videoda ko'rilgan narsalarni qilinglar. Shunda ancha normalniy o'ynaysizlar shader bilan ham. Telefon kuchsiz bo'lgani uchun shunaqa bo'ldi do'stlar. Barchaga tomosha uchun addushi rahmat. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Agar sizlarda savol bo'lsa, qanaqadir modlar yoki shu masalada savollar bo'lsa, kommentariyada so'ranglar, albatta javob beraman do'stlar. Короче, do'stlar, xayr, sizlar bilan Redgar Minecraft.